Okajon, kasalligingiz o'tib ketgan. Hozir sizga men dori yozib beraman. Bundan keyin lecheniya qilmasangiz, buni oxiri o'lim bilan tugaydi, aka. Doktor, iloji bo'lsa menga arzonroq dori yozib bering. O'zi imkoniyatim yo'q edi. Yo aka, sog'lig'ingiz menga kerakmi, yo sizga kerakmi? Mana shu dorilarni yozib beraman. Men oling. Faqat bu to'g'ri deyapti aka deb bor. Yo'llar betiga o'tib so'rasangiz, berishadi shu dorilarni. Tushundim sizni. Rahmat. Doktorlarning yozig'iga ham tushun bo'lmaydi. Qani borib oqiychi. Mana shu dorilar bo'lsa bering, faqat kerakligini. O'rtoq, hamma yozgan dorilarimni shu insonni qo'liga berib bor. Hali sen bilan o'zim chiqib hisob-kitob qilib ketaman. Bilasan, ehsonim bor edi, juda ham qiynalgan insonga menimcha Allohning o'zi shu insonni menga yetkazdi. Okajon, mana hamma dorilaringiz hech qanaqa pulingiz kerak emas. Bitta yaxshi insonimiz bor, o'shaning haqlariga duo qilib qo'ying, bo'ldi, aka. Rostdanmi? Rahmat kattakon. Shunaqa yaxshi insonlar ko'payaversin, ehson qiladigan.